Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 17-iyun Shahidon Cho'jamol bozorida syomkalarimizni boshlayapmiz. Ikkinchi bolasi ekan, bolasini ovozi ekan. Obunachilar bolasini ovozi ekan, bolasidan tashqari 5 ta 6 litr suti bor deyapti. Yeb ichishiga, tana joni sog'ligiga, yuvosh deyapti. Hoji aka. Yuvosha? Sinovga bir haftaga beraveramizmi? Hamma yo'g'i joyidagi ikkinchi bolasi ekan aka. Karobkalari butun chiroyli ekan. Narxi nech pul deyapmiz? 40 million kami bor. Savdosi nech pul oldi aka? 32 million, 33 million so'm savdo qilyapti. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? 90lik 172 8039 ga aloqaga chiqaverasizlar azizlar. İkinci bolasi. Obunachilar keyingi shved sigirimiz. Aka bolasi nima? Bolasi xunaji. Nechinchi bolasi? 3-bolasi ekan, yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligi aka. Nechta sutga? 13 litr sutga beramiz deyishyapti obunachilar. Karobkalari butun ekan, chiroyli narsa ekan, Xudo xolasa. Aka narxi nech pul deyapmiz? 32,5 million savdo qilishni berishibdi. Ustiga yurganga sotamiz deyapti obunachilar. Qiziqqanlarga nomerini so'rab ko'ramiz. Xudo xolasa bersa, qiziqqanlar telefon qilib kelishib olaverasizlar. Nechilik aka nomer beramizmi? Sotilib ketadimi? Ha, sotilib ketadigan akalar nomer bermaymiz deyapti. Obunachilar mana keyingi sigirimiz birinchi bolasi yegan oloparodalardan bolasi xunajin ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligiga, yuvosh deyapti akalar. Karobkalari butun ekan, Xudo xolasa kelajagi bor ekan molimiz. Sifat chiroyli ekan. Aka, nechta suti bor? 8 litr suti bor ekan bolasidan tashqari. Yeb ichish sog'ligi yaxshi, bir haftaga beramiz. Puli nech pul deyapsiz? 38 million so'm so'rashyapti. Savdosi nech pul oldi aka? Savdosi nech pul oldi? 36 million so'm savdo qilishibdi, berishmabdi akalar. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechilik? 95lik 159 52 42 aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkasini qilib beradi, xudo xolasa aka, yetkazib beramiz chiroyli qilib. Bir hafta sinov bilan. Muxlislar qiziqqanlar chiqaverasizlar. Dastlabkilari bor. Obunachilar, keyingi molimiz mana savdosi bo'lyapti ekan. Bolasi nima ekan? Bolasi xunajin ekan. 3-bolasi ekan, yeb ichish, tani joni sog', yuvosh deyapti. Mana savdosi bo'lyapti. Aka narxi nech pul olyapti endi? 40 million so'm savdo qilyapti mana obunachilar. 40 million so'mga berilmayapti. Bolasi xunajin, 3-bolasi 10 litr sutiga ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvosh ekan, katta mol ekan jonivar. 40 million so'mga mana savdo qilishyapti. Ustiga yursang sotaman deyishyapti. Ozgina bor ekan mo'ljaliga. Obunachilar, keyingi shved molimiz 5-bolasi ekan, bolasi novoshcha ekan, yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvosh deyapti. 10-12 ta suti bor deyapti. Xudo xolasa molni 60 million so'm narx aytishyapti. 48 million so'mga savdosi bo'lib berishmayapti. Bolasini ko'cha shved ekan obunachilar. Kuchli mol ekan, shvedlar mana shvedga qiziqqanlar, shved ishqibozlar ekan. Savdosini qilishyapti ekan, nomer beramizmi desam sotilib ketadi aka deyapti. Obunachilar va albattagi ena bola molimiz ekan, bolasini ovozi aka, rossiyskiy paroda sigirimizdan ekan, 25 litr suti bor deyishyapti. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga bir hafta garantiya deyishyapti obunachilar. Molimiz o'ta gigant ekan. Hamma yo'g'i joyida ekan, bola buqacha ekan. Hoji aka narxi nech pul deyapmiz? 70 million so'm narx so'radi. Savdosi nech pul oldi aka? 58 million so'm savdo qilishdi, berishmabdi. Ustiga yurganga sotamizmi? Telefon nomerlarini beramizmi? Nechilik? 93lik 417 37 38 37 32 ga aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Dastlabkalari bor. 37 32 aloqaga chiqishaveradi aka. Dastlabkalarni ham yetkazib beramiz chiroyli qilib. Aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beradi ishqibozlarga. Keyingi ona bola molimiz. Aka nechinchi bolasi buni? Keyingi molimiz akalar 3-bolasiga ekan, yeb ichishiga, ishqibozlariga
Parodali ekan, juda kuchli ekan bolamiz. Bolasi xunajini aka yotibdi. 25 litr, 30 litr sutiga beraman deyapti. Obunachilar gigant ekan bolamiz. 70 million so'm narxini aytishyapti. 55 million so'mga savdosi bo'lib berishmayapti. Bolamiz kuchli ekan. Keyingi ishqibozlari, obunachilarimiz, keyingi shved bolamiz. Aka nechinchi bolasi buni? Ikkinchi bolasi nima? Novvoschami, xunajimi? Xunajinchi. Yeb ichishiga tani joni sog'lik. Yuvoshligi yuvashmi aka? Suti nechta? 15 litr sutga beramiz deyapti. Mana shved kuchli ekan bolamiz ham. Bolasi ham gibrid shekilli aka. Bolasidan gibrid so'ragan mana oyoq qo'li polvon ekan. Gibrid shekilli bolasi aka. Pulini nech pul deyapmiz aka? 60 million so'm, ozgina kami bor ekan. Nech pul savdo qilishdi aka? 50 million so'm savdo qilishyapti ekan. Ustiga yurganga sotamizmi aka? Ustiga yurganga sotamizmi? 15 litr suti bor ekan bolasidan. Nomer beramizmi? Nechchilik? 94 105 77 79 ga aloqa chiqarasiz. Hoji aka, dastlabkasini yetkazib beramiz a? Dastlabkalarni chiroqqa yetkazib beramiz a? Ishqibozlar aloqaga chiqarasizlar, shved ishqibozlari. Bunachilar mana gollandskiy molimiz chiqibdi. Suti bor, 15 ta 20 tadan deyapti. 5 to'rolidan bo'g'oz ekan. Jupiga 90 million so'm savdo qilishyapti. Yeb ichishi yuvoshligi yuvosh ekan akalar. Golland ishqibozlariga onlarimiz kuchli ekan janob. O'ta gigant ekan. Bo'g'ozligi bor ekan, suti bor variantlarida. Bo'g'oz suti bor variantlarida. O'ta kuchli ekan molimiz. Mana savdosi bo'lyapti, savdosi qilib 90 million so'rayapti. Aka, shvedimiz bolasi nima? Shvedimiz bolasi. Yakko'za? Suti bor bo'g'ozmi? Necha oylik bo'g'oz? Ha, yangi qochgan ekan. Nechta litr sutga aka? 15 litr sutga yeb ichishdan jon sog'lig'iga Novvosdan chiqibdi bu qadar obunachilar. 40 million so'm savdo qilishyapti-ku, berishmayapti ekan. Bu olasichi aka? Ola ishqibozlariga mana rossiyskiy molimiz bor ekan sheriga. Buni ham suti bormi? Bunisini ham suti bor ekan, buni ham 10 ta, 12 ta suti bor ekan. Qo'ldan chiqqan mollar ekan. Jupiga 78 million savdo qilibdi. Bunisini 40 million so'm savdo qildi shvedin. Berilmayapti. Bunachilar simental sigirimiz bor ekan. Sog'in ekan, yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvoshligi yuvosh deyapti. Suti nechta aka? 15 litr sutga beramiz deyishyapti obunachilar. 15 litr suti bor ekan. Yuvoshligi yuvosh ekan, aybi shu ko'mchak ekan, bittasi ishlamaydi ekan, orqadagi bittasi. 3-bolasiga bolasini sotishi bor. Narxi nech pul deyapsiz aka? 30 million so'm narx aytishyapti, 24 million so'mga savdo qilishni berishmayapti. Mo'ljalga jilya bor ekan. Molimiz xudo xolasa hamma yo'q joyda ekan, ayb shu ko'mchak ekan. Telefon nomer beramizmi aka? Nechilik? 93lik 631 0282 82 mi 7 mi? 0287 ga aloqaga chiqaverasizlar obunachilar.